Qarluq urug'i 92 bovli o'zbeklar tarkibiga kirgan etnik uyushma bo'lib, ular O'rxun Enasoy bitiklarida, qadimgi Xitoy solnomalarida uchraydi. Shundan ko'rinadiki, ularning kelib chiqishi va etnogenezi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Qarluqlar haqida manbalarda turli ma'lumotlar boshqa qabilalarga, boshqa turkiy ellarga, urug'larga qaraganda ko'proq uchraydi. Buning sababi ular ham son jihatdan ko'p bo'lganligi, ham juda siyosiy, harbiy tomondan faol bo'lganligi bilan bog'liq. Qarang, masalan, O'rxun Enasoy bitikdoshlarida o'sha 8-asr boshlari, 7-asrlarda aytiladiki, 3 qarluq degan turkiylarning 3 qarluq urug'i bor deyiladi. 3 ta urug'dan tashkil topgan qarluqlar. 3tasining nomi keltirilmaydi, lekin Xitoy yilnomalarida ular nomma-nom keltirilgan. Bittasi Meullo deb keltiriladi. Buni izlanuvchilar buloq deb tiklashgan. Ya'ni qarluqlarning bitta urug'i buloq bo'lsa, ikkinchisi Xitoy yilnomalarida Toshili deb keltirilyapti. Buni toshliq deb tiklashyapti. Haqiqatan toshliq degan urug' borligini da'vo qilishadi. Uchinchisi esa Chizi deb keltiriladi. Chigi deb ham qiladi. Bularni chigil. Ya'ni bilamiz, chigillar o'sha turkiy ulug'larning yeriklaridan biri bo'lgan. Ular qarluqlarning bir bo'limi sifatida bilingan. Xitoy yilnomalarida aytiladiki, Ashina turklari, bular yirik katta bir el, ularning ichida o'nlab urug'lar bor. Shulardan bittasi qarluqlar. Qarluqlar 3 ga bo'linadi. Demak, Meullo, buloq, Toshili, toshliq va Chigi, chigil. Boshqa nom Xitoy yilnomalarida urg'u beriladi. Boshqa bir nomi bularning chigillarning, ya'ni chigillarning Sofu deb aytiladi dedi. Sofu degani bu o'sha tiklanganda turkiy asosda subjekt deb tiklanyapti. Subjekt degani bu qo'shin boshlig'i, unvon ma'nosida kelyapti. Demak, qarluqlarning bir harbiy toifasi, o'sha ya'ni qo'mondonlik qilgan, boshqa askarlarga qo'mondonlik qilgan yoki qo'mondonlar ko'p chiqqan bir toifasi subjekt deb atalgan. Subjektning ma'nosi su, qo'shin, bek, boshliq, bek degani, ya'ni qo'shin boshlig'i. Chigillar mana shunaqa bir xarakterga, tavsifga ega turkiy qabila bo'lganligi uchun qarluqlarning bir bo'lim bo'lganda ham o'sha harbiy bo'limi, qo'mondonlik qilgan bo'limi sifatida bilinadi. Keyinchalik taqdir taqozosi bilan bu nom ancha-muncha unvon sifatida uchrab, subjekt atamasi keyinchalik O'zbek xonning nomiga aylanadi. O'zbek xonning qo'shini o'zbeklar deb atala boshlagandan keyin esa bu sekin-sekin kengayib o'zbek xalqining nomiga aylanadi. Demak, 1000 yillar davomida bir atamaning qanchalik yo'l bosganini ko'ryapmiz. Dastlab unvon edi, keyin hukmdor ismiga aylandi, keyin elat ismiga aylandi. Demak, qarluqlar bir tomondan o'zbek adabiy tilining asoschisi urug' sifatida bo'lsa, ikkinchi tomonda esa mana bizning millatimizga nom bergan, nom bo'lgan bir jarayonni boshlang'ichi bo'lib ko'rinyapti. Manbalar har qanday nom yoki tarixiy voqelikning asosiy dalili hisoblanadi. Qarluqlar ham urug' nomi sifatida manbalarda bir necha nomda kelgan bo'lsa-da, Qarluq nomi sifatida Dovruq qozongan. Qorabalg'asun degan bitikdosh bor, Saudiy tilida yozilgan. Bu o'sha Uyg'ur xoqonligiga tegishli 840-yillargacha davom etgan, 745 dan 840-yillargacha davom etgan Uyg'ur xoqonligining tegishli bitiklarda o'sha Saudiy yozuvida Qarluq degan so'z tilga olinyapti, ya'ni Qarluq. Bular bundan tashqari O'g'iz nomida, mana qadimgi turklarning umuman tun qahramonliklar dostonining boshi bo'lgan o'rta asrlarda qog'ozga ko'chirilgan O'g'iznomalarda ham Qarluq Qarluq elati tilga olinadi. Yirik bir turkiy elat sifatida. Hattoki O'g'iz xonning aynan shu Qarluq turkiylarning bir bo'lagiga, bir qismiga shu nomni bergani haqida o'sha O'g'iznomada ma'lumotlar uchraydi. Ya'niki O'g'iz xon butun dunyoning katta bir qismini olib Hind, Misr, Shom yoki saqlab Slaviyan o'lkalariga yurish qilgan paytda turkiy urug'larning bittasi yetakchi bo'lgani. Ular Hindistonga O'g'iz xon ketayotgan paytda, o'sha Tibet tog'larini oshib o'tayotgan paytda Afg'oniston Hindistonga yaqinlashib qolganda O'g'iz xon bir askarlarning bir bo'lagini orqada qolib ketganligini payqab, ularga odam yuborgan. U o'zining odami qaytib kelib,
ular tog'ning orasida qolib ketibdi, endi kelyapti, ular hamma joy qorga belangan deganda O'g'iz xon ularni kutib olib, o'sha o'zining askarlarini qorga belangan tog'dan chiqib kelgan qismiga Qarluq degan nom bergan. Endi bundan keyin sizlar qor, hamma tomonlarni qor qoplangan ekan. Endi ismlaring sizlarning Qarluq bo'lsin deb nom berdi dedi. Bu endi albatta xalqona afsona, rivoyat, lekin har bir rivoyatning negizida qandaydir haqiqat bo'ladi. Olimlar keyingi yillarda izlanishlar olib borishib, bu aslida Qarluq xalqining, umuman turkiylarning Qarluq guruhining aslida ko'proq tog'da yashagan, chorvachilik, umuman nima xo'jaligi, yashash tarzi ko'proq tog' atrofi, tog' etaklari bilan bog'liq bo'lgan deb izohlashyapti. Boshqa tomondan esa Qarluq degan so'zning o'zi qadimgi so'g'diy tilda qar tog' degani, luq turkiycha o'sha tog'liq degan, ya'ni so'g'diycha va turkiycha so'zlarning birikishidan tog'liq xalq, tog'liq elat ma'nosida Qarluq so'zi shakllanganligini ilgari surishyapti. Demak, O'g'iznomadan keltirilgan o'sha afsonaviy ma'lumot ham ilmiy tomondan o'zining isbotini birmuncha topdi, faqat boshqacharoq shaklda. Al-Masudi ham, Gardizi ham, bundan tashqari o'sha biz turkiy xalqlar uchun juda ham bir muqaddas yoki bo'lmasa juda katta manba bo'lgan Qoshg'ariyning o'sha Devon lug'ati turkida ham aynan Qarluqlar haqida jumlalar keladi. Al-Masudiyning asarlarida, bundan tashqari Hudud al-A'lom degan o'sha katta bir asar bor. O'sha asarda ham aynan Qarluqlar bo'yicha manbalar keladi. Endi Qarluqlar o'sha Qarluq budun, Halluq, Qarluq shaklida manbalarda uchraydi. Misol uchun Hudud al-A'lom Halluq shaklida kelgan qaysidir jihatdan bir variantlari ham bor. Umuman aytadigan bo'lsak, Qarluqlarning shakllanishi va umuman ularni o'sha manbalarda, tarixiy manbalarda uchrashi faqat u bilan cheklanib qolmaydi. Biz uni Abulg'oziy Bahodirxonda ham uchratamiz. Ajariy turkda. Bundan tashqari Boburnomada ham uchratamiz. Endi bu yerda bitta narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak-da. Aynan Qarluqlar 15-16-asrda ham deydi. 15-16-asrda ham xalq sifatida, o'sha qabila sifatida mavjud bo'lib, ular ma'lum qismi O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda qolgan ma'lum qismi deydi. Ma'lum qismi minglab qismlari Bobur bilan birgalikda Hindistonga ketganligi haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Qarluqlar asosan chorvachilik bilan shug'ullanib, bir yerdan ikkinchi yerga ko'chib, o'tovlarda yashaganlar. Qarluqlar hududi sharqiy va g'arbiy turk xoqonligi o'rtasida strategik qulay joylashganligi uchun ular o'rtasida talash bo'lgan. Qarluqlar o'z mustaqilligini saqlab qolish uchun tinimsiz kurashlar olib borishgan. 845-yilda Qarluq, Uyg'ur va Basmil degan 3 ta yirik turkiy urug' birlashib, o'sha Ashina turklarining xoqonligiga o'rnida bir davlat tuzishga urinishadi. O'shanda Uyg'urlar, Qarluqlar ittifoq tuzib, o'sha Ashina turklariga biroz zarba bergan bo'ladi. Bu ham Xitoy nomalarida yoki bitik toshlarda tilga olingan. Ya'ni, demak, Qarluqlar o'sha paytda Mo'g'ulistondagi O'rxun vodiysida ham yoki Oltoy tomonlarida ham anchagina faol, ko'p sonli nufuzga ega xalq elat sifatida, turkiy el sifatida bilingan. Ularni, demak, Kultigin, Bilga Xoqon bitik toshlarda aynan o'zimning xalqim edi deb aytilishi, demak, ular Ashina turklariga yaqin bo'lganligini ko'rsatyapti. Yoki umuman Ashina turklarining butun turkiylarni birlashtirishga, birdamlikka chorlashga qilgan da'vatlari aytilgan paytda, demak, Qarluqlar anchagina ko'zga ko'ringan bir el edi. Bular keyinchalik Qarluqlar yozma manbalarda aytilishicha Buxoriston tomonlariga, Amudaryoning yuqori havzalariga ko'chadi. Ular shimoliy Afg'onistonda, janubiy O'zbekistonda, janubiy Tojikiston hududlarini o'z ichiga olgan qadimgi Baxtriya, To'xoriston hududlarida faollasha boshlaydi. Hattoki u yerda Qarluq yavg'ularining arablarga qarshi kurashgani ham o'sha arab manbalarida qayd etilgan. Bularni ko'rgan Qarluqlarni o'sha payt Amudaryoning yuqori havzasida ular bilan to'qnash kelgan arablar bir narsaga e'tibor beradiki, bular dedi haytallarning bir urug'i dedi Qarluqlarni. Haytallar kim? Bular Eftalilar, ya'ni Eftalit degan so'zni arablar haytal deb yozishgan. Qarluqlar, Xalajlar, Kumidi turklari
mana shu Kumiji turklari nima Iftali haykallarning bir urug' tarmoq urug'lari deb yoziladi. Demak, Qarluqlar faqatgina Ashina turklarining yoki Yetisuvda yashovchi, Oltoyda yashovchi turklarning emas, balki o'sha Pomir, Badaxshon tomonlarda yashagan Iftali kabi qadimiy urug'larning yoki illatlarning ham bir tarmog'i sifatida ko'rila boshlagan. Bu bejiz emas. Albatta, Qarluqlar o'sha o'zining son jihatdan ko'p qo'shinga ega bo'lganligi, o'zining tarkibidan ko'plab askarlar yetishtirib berganligi, siyosatda juda katta o'ringa ega bo'lganligi tufayli yirik g'arbiy turk xoqonligi kabi yoki Iftalilar davlat saltanati kabi davlatlarning orasida o'zini o'rniga ega bo'lgan. Turkiy xalqlar tarixidan ma'lum va mashhur bo'lib kelayotgan Qarluqlar eltibari, ya'ni boshlig'i, o'zini 3 qabilaning yabg'usi, ya'ni hukmdori deb e'lon qiladi va urug' mavqeini mustahkamlaydi. Tarixdagi o'rnini esa yuksaltiradi. 6-7 asrlarda asosan turk xoqonligi tarkibiga kirgan, ularning tarkibida bitta xalq sifatida mavjud bo'lgan Qarluqlar aslida 3 ta qabiladan turgan. O'sha 3 ta qabilani boshqaruvchisi o'z navbatida o'sha Eltabar, o'z navbatida Kulerkin, o'z navbatida Yabg'u kabi unvonlar bilan boshqargan bo'lib, bu qabilalarni umumiy birlashtiruvchi nom sifatida Qarluq nomini olgan. Endi Qarluqlar asosan g'arbiy turk xoqonligi va sharqiy turk xoqonligini o'rtasidagi, ya'niki bilamizki, turk xoqonligi vaqt o'tishi bilan 7-asr boshiga kelgan paytda, 6-asr oxiri, 7-asr boshlarida qanday ikkita qanotga bo'lib boshqariladi. Ular orasidagi bir katta bir hududlar aynan Qarluqlarga tegishli. Ya'ni qaysidir jihatdan turk xoqonlarini o'zi davlatchiligini bir tarkibiy qismidagi o'sha xalq sifatida ko'radigan bo'lsak, ular Oltoyning g'arbida yashagan, Chu daryosi, Ili daryosi, Ob daryolari, umuman Irtish bo'ylarida yashagan katta xalq hisoblanadi. Aynan bu daryo bo'ylarida yashagan ko'chmanchi hayotda o'z o'tovlarda yashagan bular. Endi ularning sifati bo'yicha keltiriladi qadimgi turkiy manbalarda. Bular o'ta jangovar xalq edi. Juda erksevar edi deb keltiriladi. Ya'ni o'sha qaysidir jihatdan 19-20 asrlargacha, mayli o'sha 16-asrdan boshlaylik, o'sha davrlar ham o'zbek urug'larining o'zbek xalq tarkibiga kirib ketgan, o'zbek xalq tarkibiga singib ketgan o'sha Qarluqlar qaysidir jihatdan aytishimiz kerakki, eng boshlang'ichda bir katta bir o'sha turk xoqonligi tarkibida Oltoyning g'arbida yashagan bir kuchli bir nima deydi, qabilalar ittifoqi sifatida yoki xalq sifatida aytishimiz mumkin. Qarluqlar Xitoy qo'shini bilan arablar o'rtasidagi Talas jangida hal qiluvchi rol o'ynaganlar. 757-766 yillarda ular Turgashlar davlatini egallab olganlar. Chu daryosi bo'yidagi Suyob shahri Qarluqlar davlati markazi hisoblangan. Endi bu yerda Qarluqlar o'zining bir davlatchilik protsessiga o'tish jarayoni asosan g'arbiy turk xoqonligi, sharqiy turk xoqonligi, xoqonlikka qarshi kurashlar va undan keyin turgashlarga qarshi kurashlar, Uyg'ur xoqonligiga qarshi kurashlar va bu yerda o'z-o'zidan u yerda yashovchi mahalliy xalqlar ittifoqi o'zini davlatchilik shakliga o'tish jarayoni asosan 7-asr oxiri, 8-asr boshlarida bo'ladi. Endi shu yerda bir narsani aytishimiz kerak-da. Ikkinchi turk xoqonligi o'sha, ya'ni qayta tiklanish davrida Bilga Xoqon, Kultegin bitikdoshlari, asosan Bilga Xoqon va Kultegin bitikdoshlarida aytiladiki, aynan Qarluqlar bo'yicha jumlalar keladi. Ya'ni bu jumlalar qanday? Ya'ni ular bilan urushganligi haqida jumlalar keladi. Ular bilan urushganligi, ya'ni misol uchun aytamiz, Bilga Xoqon bitikdoshida aytiladiki, biz o'sha Tamaq cho'qqisida Qarluqlar bilan bir araga kelib jang qildik. Va men o'sha jangda o'sha g'alaba qildim.
kabi nimalar aytiladi. Endi bunda aytiladiki, u bilan 3 marta jang qilganligi aytiladi, misol uchun. Ya'ni birinchi jangda mag'lubiyatga uchraganligi, ikkinchi jangda yengganligi va qaysidir jihatdan baribir ham oxirida o'sha uchinchi jangda mag'lubiyatga uchraganligi bilan baribir o'zlarini mustaqilligi va erksevarligi bilan baribir ham qaysidir ma'noda turk xog'onlariga ham baribir nima bermaganda, qaysidir ma'noda tinchlik bermagan o'sha davrda ham. Qarluqlar qadimdan o'sha turkiy davlatchilikda faol ishtirok etgan, ayniqsa Amudaryo Sirdaryo oralig'i Sharqiy Turkiston, Yettisuda ilk o'rta asrlardanoq ko'zga ko'rinib, Ashina turklari, Uyg'urlar, shunga o'xshab masalan Yag'mo, Chigil degan qabilalar qatorida bundan 1300-1400 yil oldin tilga olina boshlagan. Faqatgina qadimgi turk bitikdoshlarida emas, Xitoy, Arab, Fors sog'diy hujjatlarida tilga olingan bir turkiy urug' yoki urug'lar birlashmasi sifatida bilishimiz kerak, ya'ni shunday taniladi. Endi Qarluqlarni hatto o'zlarining tangalarini zarb qildirganligini biz hozir yaqinda topilgan mana shu Qozog'iston, Qirg'iziston hududidagi Yettisu mintaqasidan topilgan sog'diy yozuvli tangalarda ham ko'ryapmiz. Bu yaqindagina ilm olamiga tanitildi, ya'ni o'rtasi Xitoy tangalariga o'xshash to'rtburchak teshikli turgash tangalari bordi. Shu tangalarning guruhiga o'xshash bir yangi tangalar topildi. Ularda Qarluq Xaqan degan so'z uchrayapti sog'diy hujjatlarda, ya'ni sog'diy yozuvda. Qarluqlarning ayrim guruhlari 8-asr o'rtalaridan Zarafshon vohasida, Farg'ona vodiysida, Shimoliy Afg'oniston, Tojikiston hududlarida yashagan. 10-asrda Qoraxoniylar davlati tarkibiga kirgan va 960-yilda islom dinini qabul qilishgan. Akademik Karim Shoniyozovning fikricha, Qoraxoniylar sulolasi bevosita Qarluqlar davlati bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning tadrijiy davomi hisoblangan. Qarluqlar mana O'g'uz, Qipchoq kabi turkiy xalqlarning katta bo'laklari kabi Qarluqlar bugungi kunda asosan Uyg'urlar va o'zbeklardan iborat va ko'proq o'zbek xalqi tarkibida asosan Qarluq nomli qabila yoki elat urug' saqlangan. Endi qozoqlarda, masalan, qoraqalpoqlarda, boshqirdlarda yoki boshqa turkiy xalqlarda Qarluq degan bir urug' borligi hozir ma'lum emas. Uyg'urlar tarkibida Qarluq degan bir etnografik guruh borligini bilamiz, lekin unchalik o'rganilmagan. O'zbek Qarluqlari anchagina chuqur o'rganilgan, hatto kitoblar yozilgan. Mana akademik tarixchi Karim Shoniyozov domlani o'sha Qarluqlar va Qarluq davlati degan kitobi chiqqan edi. U kitobda Qarluqlar aynan o'sha Qoraxoniylar davlatiga asos solgan deb iddio qilinadi. Endi ko'pchilik olimlar shu paytgacha Qoraxoniylar davlatini Yag'molar, Chigillar yoki boshqa turkiy urug'lar qurgan desak, domla Shoniyozov domla Qarluqlar aynan asos solgan deydilar, lekin boshqa yozma manbalar Qarluqlarning Qoraxoniylar davlatini emas, undan bir muncha oldin, ya'ni 8-9-asrlarda Yettisuda o'zining Qarluq yabg'uligini qurgan bir xalq elat, turkiy elat bo'lganligi, ular Qoraxoniylargacha o'z davlatini davom ettirganligini aytishyapti. Sababi mana o'sha tangalarda Qarluq Xoqon iborasi uchrayapti. Qarluqlar 9-12-asrda ham juda ham katta ta'sirga ega bo'lgan Qoraxoniylar davlati yoki Qoraxoniylar imperiyasi desak ham bo'ladi. Buning asosiy quruvchilaridan biri sifatida keltiriladi manbalarda. O'zbek urug'lari tarkibiga kiruvchi Qarluqlarning asosiy boshlang'ichi aynan biz aytib o'tgan o'sha 6-7-asrlardan boshlanib, bu davrda keyinchalik Mo'g'ullar davrida ham, masalan, Turkiy Mo'g'ullar bostirib kelgan paytda, Chingizxon bostirib kelgan paytda ham eng birinchi navbatda keltiriladi Chingizxonni o'sha qaramog'iga o'tgan dastlabki musulmon davlati sifatida ham keltiriladi, hattoki o'sha davrda musulmon turk davlati sifatida ham keltiriladi, hattoki. Bu yerda
bir narsani aytishimizga, keyingi davlat misol uchun 14-asrda, 15-asrda o'zini buyuklik sifatidagi o'rnini saqlab qolgan. Ya'ni qaysidir jihatdan bir biz aytadigan bir markaz sifatida saqlanib qolgan o'sha qarluqlar. Lekin baribir vaqt o'tishi bilan bilamizki, ko'chishlar, boshqalar natijasida bir qaysidir jihatdan aralashishlar bo'ldi va assimilyatsiya bo'ldi. Buni natijasida qarluqlar yerli millatga, asosan o'zbek xalqi tarkibiga singib ketish jarayoni juda ham bir nima deydi, yuqori darajada kechdi. Qarluqlar o'rta asrlarda ham ijtimoiy faol bo'lishgan. Hatto Temuriylar, Shayboniylar davrida ham ko'p miqdorda qo'shin yetishtirib bergan va jangu jadallarda ishtirok etgan jangovar qabila sifatida ko'rish mumkin. O'sha Temuriylar davri zafarnomalarida bo'lsin yoki Boburnomada bo'lsin, qarluqlar tilga olinadi. Qarluqlarni o'sha Shayboniylar davrida hatto mana bu Volga Orol bo'yidan kelgan ko'chmachi o'zbeklar tarkibida ham qarluqlar joy olganligiga ishoralar uchraydi. Hattoki 92 o'zbek urug'ining biri qarluqlar bo'lib 16-asrlardayoq eslatila boshlaydi. Endi boshqa tomonda qarluqlarning qadimdan Shimoliy Hindistonga, Kashmir, Pokiston tomonga ketganlar, keyin Afg'oniston tog'li hududlarida joy olgan qarluqlar bo'lgan. Ular hozirgi kunda ham qarluq nomini sifat saqlab qolgan. Masalan, o'sha Hindistonda, Pokistonda qarluqlar o'sha turk ekanligini biladi. Qarluq nomli qishloqlar bor, faqat hind tiliga o'tib ketishgan. Qarluq, turk, barlos degan qishloqlarni, mo'g'al degan qishloqlarni masalan Pokistonlarda ham yon-yoniga uchraysiz, ya'ni qo'shni holatda uchraysiz. Ular o'zlarining kelib chiqishini mana shu bizni Turkiston zamini bilan bog'laydi, Turon zamini bilan. Faqat tilida o'zgarishlar bo'lib ketgan. Ayrim tadqiqotchilar aytishyaptiki, haligacha o'sha tomonda qarluqlar o'zining tilini saqlab qolgan deydi. Bunga endi demak ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirish orqali Kashmirda yoki Pokistonda, Hindistonning shimolida qarluqlarni topishimiz mumkin, hatto tilini ham o'rganishimiz mumkin edi. Bu kelajakdagi qilinadigan ishlar. Tarixiy manbalarda yozilishicha, qarluqlar 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Zarafshon daryosining o'rta va quyi oqimlarida, hozirgi Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Sho'rchi hududlarida yashaganlar. Endi O'zbekiston hududidagi qarluqlar to so'nggi o'rta asrlargacha ancha faol urug' sifatida bilinadi. Bular ayniqsa Buxoro amirligida juda ham faol bo'lganligini ko'rsatadigan jarayonlarda biz o'sha joy nomlarida ko'ryapmiz, omillarda. Ya'ni Zaki Validov tug'an 1920-yillarda Buxoro atrofida, Buxoroda yashagan paytda yozadiki, o'sha Buxoro vohasida 23 ta dedi, ba'zi joylarda 30 tadan ortiq qarluq nomli qishloq bor deb tilga oladi. Hozirgi kunda 5-6 ta qishloq nomlari saqlanib qolgan Buxoro shahri atrofida. Ular Qalluqo deb nomlandi. Qarluqlar degani, ya'ni yoki Qalluqon degan qishloqlar bor. Kogon tumanida masalan Qarluq yoki Qalluq degan qishloqlarni ko'ramiz. Endi Qarshi vohasida umuman juda yirik Qarluq degan qishloq bor. Aholisi 30 mingdan oshadi. Mana akademik domlamiz Karim Shoniyozovning o'zlari ham o'sha Qarluq qishlog'idan bo'lganlar. Bu qishloq endi ba'zan 20 ming, ba'zan undan ham ko'proq deb tilga olinadi. Nima bo'lganda ham O'zbekistonning eng sonli ko'p aholisi ko'p bo'lgan qishloqlardan biri. Aholi o'zini Qarluq ekanligi, o'zbeklarning Qarluq guruhi ekanligini yaxshi eslashadi va ular ko'proq o'sha Buxoro vohasidagi qarluqlar bilan bordi keldi qilishadi. Buni Karim Shoniyozov o'zining O'zbek Qarluqi degan kitobida, ya'ni O'zbek qarluqlari degan kitobida ayniqsa birma-bir tekshirib, ular haqida, ularni oldi berdilar haqida yozgan. Endi Surxondaryo vohasida ham yoki Janubiy Tojikistonda ham bir nechta qarluq qishloqlari bor. Farg'ona vodiysida ham qarluqlar bor. Ular birmuncha o'zining urug' mansubligini unutishgan. Lekin ayrim eslaydigan toifalari bor. Faqat mana bu Zarafshon vohasidagi, Samarqand viloyatidagi qarluq qishloqlari o'zini qarluq ekanligini yaxshigina bilishadi, e'tirof etishadi. Qashqadaryoda ham, ya'ni Kitob, Shahrsabz tomonlarda qarluqlarning bir oz qismi bor. Ko'proq Surxondaryo vohasida, demak, Boysun, Sariosiyo tumanlarida, umuman Surxondaryoning katta bir qismida bir nechta qarluq qishloqlari haligacha qarluq nomi bilan yoki o'zlarini boshqa qishloq nomi bilan ataladi, lekin o'zlarining
qarluqlar ekanligini yaxshi eslaydigan aholi mavjud. Endi bularni xo'jaligi ko'proq o'sha tog' sharoitiga moslashgan o'sha meva yetishtirish, bog'dorchilik, keyin chorvachilik bilan ko'proq shug'ullanishadi. Boshqa o'zbek urug'laridan farqlanib turadigan jihati bular hammasi o'sha yelovchi shevada so'zlashadi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, qarluqlar bugungi kunda Markaziy Osiyo xalqlari, xususan 92 bovli o'zbeklarning ajralmas bir bo'lagi sifatida bir tanu bir jon bo'lib hayot kechirmoqda.